Bugun men sizlarga iyuldan boshlab pensionerlar uchun muhim bo'ladigan yangi talablar haqida juda aniq va tushunarli qilib aytib bermoqchiman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki pensiya olayotgan har bir inson, pensionerning farzandi, vasiylik qilayotgan qarindoshi yoki bank kartasi orqali pensiyaga yechib berayotgan yaqinlari buni bilishi shart. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik o'z pensiyasi vaqtida tushmay qolgandan keyin yugurishni boshlaydi. Men esa sizga oldindan tayyorlanishni, hujjatlarni tekshirib qo'yishni va ortiqcha sarson bo'lmaslikni tavsiya qilaman. Agar siz pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar, hujjatlar va yangi tartiblar bo'yicha oddiy xalq tilida tushuntirishlarni ko'rib borishni istasangiz, hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men faqat umumiy gaplarni emas, balki kimlarga xavotir kerak, kimlar tinch bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlar kerak bo'ladi, qayerga murojaat qilish kerak va eng ko'p uchraydigan xatolarni alohida tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyasini yillar davomida bir xil tartibda olib kelgan. Kimdir bank kartasiga oladi, kimdir pochta orqali oladi, kimdir farzandiga ishonchnoma berib qo'ygan. Yana kimdir o'zi yura olmagani uchun qo'shnisi yoki qarindoshi yordamida pulini yechib kelgan. Ba'zan pasport muddati o'tgan bo'lsa ham, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa ham, bank kartasi eski bo'lsa ham, pensioner bu masalalarga jiddiy qaramagan. Chunki to'lov tushib turgan. Odamlar esa pensiya kelayapti-ku, demak hammasi joyida deb o'ylagan. Endi esa tartiblar bosqichma-bosqich aniqroq, tekshiruvliroq va shaxsni tasdiqlashga bog'liq bo'lib bormoqda. Iyuldan e'tibor berilishi kerak bo'lgan asosiy talablar shundan iboratki, pensionerning shaxsiy ma'lumotlari, yashash manzili, bank rekvizitlari, ishonchnoma holati, hayotlik faktini tasdiqlash, hujjatlarning amal qilish muddati va to'lovni kim qabul qilayotgani masalalari ancha muhim bo'ladi. Men bu yerda qo'rqitmoqchi emasman. Maqsadim bitta. Hech kim pensiyasiz qolib ketmasin. Hech kim bir oy pul kutib sarson bo'lmasin. Hech kim menga aytishmagandi deb idora yurmasin. Nima o'zgaryapti degan savolga oddiy javob beraman. Davlat organlari va to'lov tizimlari pensionerning ma'lumotlari mos kelishini, pul aynan haqli odamga yetib borishini noto'g'ri to'lov, ortiqcha to'lov yoki vafot etgan shaxs nomiga davom etayotgan to'lovlar bo'lmasligini kuchliroq nazorat qiladi. Bu bir tomondan yaxshi, chunki adolat va tartib bo'ladi. Ikkinchi tomondan hujjatida kamchiligi bor, manzili eski, bank kartasi boshqa odam nomida, telefon raqami ishlamayotgan yoki ishonchnomasi muddati tugagan pensionerlar vaqtida harakat qilmasa to'lov kechikishi mumkin. Birinchi navbatda men barcha pensionerlarga shuni aytaman. O'zingizning pasport yoki ID kartangizni tekshirib qo'ying. Hujjat muddati o'tmaganmi? Ism, familiyangiz pensiya hujjatlaridagi ma'lumot bilan bir xilmi? Tug'ilgan sana to'g'ri ko'rsatilganmi? Yashash manzilingiz amaldagi manzil bilan mosmi? Oddiy ko'ringan bitta harf xatosi ham keyin muammo bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Karimova deb yozilgan, bank ma'lumotida Karimova. Ortiqcha belgi bilan yoki Karimova Gulnora o'rniga Gulnora Karimova boshqa tartibda kiritilgan bo'lsa, tizim ba'zan tekshiruvga tushirib qo'yadi. Bu doim pul to'xtaydi degani emas, lekin kechikish ehtimoli oshadi. Ikkinchi masala bank kartasi. Agar siz pensiyani bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, karta aynan o'zingizning nomingizda bo'lishi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat bor. Onaxon pensiyasini o'g'lining kartasiga tushirtirib yurgan, chunki o'g'li pul yechib beradi. Yoki otaxonning kartasi yo'q, nevarasining kartasiga tushadi. Bunday holatlar xavfli. To'lov tizimi pulni pensionerning shaxsiga bog'lab tekshirsa, boshqa odam nomidagi karta muammo chiqarishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pensioner nomiga karta ochish, unga telefon raqamini ulash. Kerak bo'lsa farzandiga qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish. Uchinchi masala ishonchnoma. Ko'pchilik pensionerlar yoshi katta bo'lgani, kasal bo'lgani yoki uzoq qishloqda yashagani sababli pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Bu mumkin, lekin ishonchnoma rasmiy bo'lishi, muddati tugamagan bo'lishi va unda pensiya, nafaqa yoki bank hisobidan pul olish vakolati aniq yozilgan bo'lishi kerak. Umumiy ishlarni yuritish deb yozilgan hujjat har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Agar ishonchnomada bankdan pul olish, pensiya to'lovlarini qabul qilish, ariza berish, hujjat topshirish vakolatlari ko'rsatilgan bo'lsa, keyin idorada tortishuv kamroq bo'ladi. To'rtinchi masala yashash manzili. Pensioner Toshkentda ro'yxatda turib,
Samarqandda yashayotgan bo'lishi mumkin. Yoki qishloqdagi uy sotilgan, lekin ro'yxat o'zgarmagan bo'lishi mumkin. Pochta orqali pensiya olayotganlar uchun bu juda muhim. Chunki to'lov yetkazish hudud. Mahalla va manzilga qarab tashkil qilinadi. Agar manzil eski bo'lsa, pochta xodimi topa olmaydi, to'lov qaytadi. Keyin pensioner nega pensiyam kelmoqda deb murojaat qiladi. Bank kartasiga oladiganlar ham manzilni befarq qoldirmasin. Chunki pensiya ishi va shaxsiy ma'lumotlarda moslik talab qilinadi. 5-masala hayotlik holatini tasdiqlash. Ayrim hollarda pensioner uzoq muddat pensiyani o'zi olmasa, chet elda bo'lsa, ishonchnoma orqali to'lov olayotgan bo'lsa yoki ma'lumotlarda shubhali nomuvofiqlik chiqsa, mutasaddi tashkilotlar pensionerning hayotligini tasdiqlashni so'rashi mumkin. Bu juda nozik masala, lekin tushunarli. Davlat pulni haqiqatan ham pensiya oluvchining o'ziga yoki uning qonuniy vakiliga berayotganini bilishi kerak. Shuning uchun men farzandlarga ham aytaman. Ota-onangiz nomidan pul olayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni toza qiling, telefon raqam ishlasin. Kerak bo'lsa pensionerning o'zi bilan bir marta borib ma'lumotlarni yangilang. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. 68 yoshli Anvar aka har oy 1.120 ming so'm pensiya oladi. Pensiya uning bank kartasiga tushadi, lekin karta muddati iyun oyining oxirida tugagan. Anvar aka buni bilmaydi. Chunki kartani ko'p ishlatmaydi. Pulni odatda o'g'li bankomatdan yechib beradi. Iyuldan keyin pensiya tushish jarayonida karta faol bo'lmasa yoki rekvizit eskirgan bo'lsa, pul kechikishi mumkin. Bu holatda ayb pensiya tayinlovchi organda emas, muammo bank rekvizitida bo'ladi. To'g'ri harakat qanday? Oldindan bankka borish, yangi karta olish, pensiya tushadigan hisob raqam faol ekanini tekshirdirish va agar hisob o'zgargan bo'lsa, tegishli pensiya bo'limiga ma'lumot berish. Ikkinchi misol. 74 yoshli Mohira opa pochta orqali pensiya oladi. U ro'yxatda eski mahallada turadi, lekin 3 yildan beri qizining uyida yashaydi. Pochta xodimi eski manzilga boradi. Mohira opani topmaydi, to'lov qaytadi. Keyin qizi onamning pensiyasini bermayapti deb shikoyat qiladi. Aslida esa manzil yangilanmagan. Agar Mohira opa yoki qizi oldindan mahalla migratsiya bo'limi, pensiya bo'limi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot orqali amaldagi manzilni tartibga solganda bunday kechikish bo'lmasdi. 3-misol. Takvim yoshli otaxon kasal yura olmaydi. Pensiyasini nabirasi olib yuradi. Nabira yaxshi niyatda yordam beradi, lekin ishonchnoma rasmiylashtirilmagan. Bank xodimi yoki pochta xodimi pensionerning o'zi qayerda, vakolat hujjati bormi deb so'rasa, nabira xafa bo'ladi. Lekin bu xodimning shaxsiy injiqligi emas, bu pul xavfsizligi masalasi. Chunki ertaga boshqa qarindosh chiqib, pul noto'g'ri odamga berilgan desa, javobgarlik kimda bo'ladi? Shuning uchun men bunday oilalarga maslahat beraman. Notarius orqali ishonchnoma qiling. Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatlarini so'rang. Tibbiy ma'lumotnoma kerak bo'lsa tayyorlab qo'ying. 4-misol. 62 yoshli ayol yaqinda familiyasini o'zgartirgan yoki hujjatini ID kartaga almashtirgan. Bankda eski familiya, pensiya ishida yangi familiya. Telefon raqam esa turmush o'rtog'i nomida. Mana shu 3 ta ma'lumot bir-biriga mos kelmasa, tizim tekshiruvga tushishi mumkin. Bunday holatda menga hech kim aytmadi deyishdan ko'ra, bir marta bankka, pensiya bo'limiga va zarur bo'lsa mahallaga borib, ma'lumotlarni yangilab qo'ygan ma'qul. Men aniq aytaman, hamma vahimaga tushishi shart emas. Agar siz pensiyani o'z nomingizdagi faol bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, pasport yoki ID kartangiz muddati joyida bo'lsa, manzilingiz to'g'ri bo'lsa, telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsa va pensiyani o'zingiz boshqarayotgan bo'lsangiz, katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin shunda ham tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Xavotir qilishi kerak bo'lganlar kimlar? Birinchidan, pensiyani boshqa odam kartasiga olayotganlar. Ikkinchidan, ishonchnoma orqali pul olayotgan. Lekin ishonchnoma muddati tugagan yoki mazmuni noaniq bo'lganlar. Uchinchidan, chet elda yashab, pensiya masalasini qarindoshlariga topshirib qo'yganlar. To'rtinchidan, hujjati eski, muddati o'tgan yoki ism familiyasida xato bo'lganlar. Beshinchidan, pochta orqali pul olib, lekin amaldagi yashash manzili boshqa bo'lganlar. Oltinchidan, pensioner vafot etgan bo'lsa ham. Oilasi noto'g'ri tushuncha bilan kartadagi pulni ishlatib yuborayotgan holatlari, bunday vaziyatlar juda xavfli, chunki ortiqcha to'lov qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Kimlar tinchroq bo'lishi mumkin? O'z ma'lumotlarini yangilab qo'ygan, bank kartasi faol, ID kartasi amal qilayotgan,
pensiya summasi har oy muntazam tushayotgan va o'z hisobini o'zi nazorat qilayotgan pensionerlar. Lekin men shunday pensionerlarga ham kamida 3 narsani tekshirishini maslahat beraman. Karta muddati, telefon raqam, shaxsiy hujjat muddati. Bu 3 narsa ko'p muammolarning oldini oladi. Endi eng ko'p tushunilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya to'xtatilishi bilan pensiya bekor qilinishi bir xil narsa emas. Ba'zan to'lov vaqtincha ushlab turilishi, tekshiruvga tushishi yoki hujjat yangilanishi kutilishi mumkin. Bu darhol pensiyamni olib qo'yishdi degani emas. Agar sizda huquq saqlanib qolgan bo'lsa, hujjatlar to'g'rilangandan keyin to'lov tiklanadi va ayrim holatlarda kechikkan summa ham berilishi mumkin. Lekin buning uchun indamay kutib o'tirmaslik kerak, ariza berish va sababini aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat. Bankdagi muammo bilan pensiya bo'limidagi muammo alohida bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya tayinlangan, pul o'tkazilgan, lekin karta bloklangan. Pensioner esa pensiya bo'limini ayblaydi yoki aksincha karta joyida. Lekin pensiya ishida ma'lumot tekshirilmoqda. Shuning uchun muammoni to'g'ri aniqlash kerak. Pul umuman hisobga o'tkazildimi? Bankda ushlanib turibdimi? Karta faolmi? Ariza ko'rib chiqilyaptimi? Hujjatda nomuvofiqlik bormi? Uchinchi nozik jihat telefon raqam. Bugun ko'plab bank xizmatlari, SMS xabarnoma, mobil ilova va tasdiqlash jarayonlari telefon raqamga bog'liq. Pensionerning raqami farzandi nomida bo'lishi mumkin. Bu har doim ham muammo degani emas. Lekin ayrim xizmatlarda shaxsiy ma'lumot mosligi talab qilinadi. Eng qulay yo'l pensioner nomiga ishlaydigan raqam bo'lishi yoki hech bo'lmaganda bankdagi aloqa raqami doimiy ishlashi. Agar raqam yo'qolgan, bloklangan yoki boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, xabarlar kelmaydi. Pensioner o'z to'lov holatini bilmay qoladi. 4-chi nozik jihat. Vafot etgan pensionerning pensiyasi. Men bu mavzuni alohida aytaman. Chunki ko'p oilalar bilmasdan xato qiladi. Agar pensioner vafot etsa, bu haqda belgilangan tartibda xabar berilishi kerak. Vafotdan keyin noto'g'ri tushgan to'lovlar keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Kartada pul bor edi, ishlatib yubordik degan gap huquqiy jihatdan muammoni hal qilmaydi. Dafn puli, meros, bank hisobidagi mablag'lar kabi masalalar alohida tartibda hal qilinadi. Shuning uchun bunday vaziyatda mahalla foyda yo'q. Bank va pensiya organlaridan aniq tartibni so'rash kerak. 5-chi nozik jihat chet elda yurgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, pensiya olish tartibi, hayotlikni tasdiqlash, bank kartasidan foydalanish va ishonchnoma masalalari oldindan hal qilinishi kerak. Chet elda turib, kartam ishlamay qoldi desa, masalani hal qilish qiyinlashadi. Shuning uchun ketishdan oldin bank kartasining muddati, xalqaro ishlashi, ishonchnoma, aloqa raqami va hujjat muddati tekshirilishi kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatingizni tekshiring. Pasport yoki ID kartaning amal qilish muddati, ism, familiya, tug'ilgan sana, JSSH raqami, yashash manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Agar xato bo'lsa, tegishli migratsiya va ro'yxatga olish organlariga murojaat qiling. Hujjatni keyin qilaman deb qoldirmang. Chunki pensiya kuni kelganda bitta xato ham vaqt yo'qotadi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Bankka boring yoki ishonchli mobil ilova orqali karta faolmi? Muddati qachon tugaydi? Hisob raqam yopilmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta aynan sizning nomingizdami? Shuni aniqlang. Agar karta muddati yaqin orada tugasa, oldindan yangisini oling. Agar pensiya eski kartaga bog'langan bo'lsa, bankdan yangi rekvizitlarni oling va zarur bo'lsa pensiya bo'limiga taqdim eting. 3-qadam, ishonchnomani tartibga soling. Agar pensiyani sizning o'rningizga farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz, nevarangiz yoki boshqa odam olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati va matnini tekshiring. Unda pensiya to'lovlarini olish, bank hisobidan pul yechish, ariza berish va hujjat topshirish vakolatlari aniq yozilgan bo'lsin. Muddati tugagan ishonchnoma bilan pul olishga urinmang, chunki bu sizni ham, yordam berayotgan odamni ham qiyin ahvolga soladi. 4-qadam, manzilingizni aniqlashtiring. Pochta orqali pensiya olsangiz, yashayotgan joyingiz bilan ro'yxatdagi manzil mos keladimi? Mahalla sizni shu manzilda taniydimi? Pochta xodimi qayerga kelishini biladimi? Shuni tekshiring. Agar ko'chib o'tgan bo'lsangiz, eski manzilga bog'lanib qolmang. Bank kartasiga olsangiz ham pensiya ishida eski manzil turmasin. 5-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar pensiya kechiksa, birinchi navbatda vahima qilmang.
lekin kutib ham o'tirmang. Tuman yoki shahar pensiya bo'limiga boring. Shaxsiy hujjatingizni olib boring. Ariza yozing va kechikish sababini yozmang yoki aniq og'zaki tushuntirishni so'rang. Pul tushmadi. Nima bo'ldi deb umumiy gapirishdan ko'ra, mening pensiya to'lovim qaysi sabab bilan kechikmoqda? Hujjatimda qanday kamchilik bor? Qaysi hujjatni olib kelishim kerak deb so'rang. 6-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlab qo'ying. Men har bir pensionerga bitta alohida papka qilishni maslahat beraman. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjatlar, bank rekvizitlari, karta ma'lumotlari, ishonchnoma nusxasi, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, telefon raqamlar va yaqin qarindoshlarning aloqa ma'lumotlari bo'lsin. Bu papka uyda tursin, lekin begona odamga berilmasin. Kerak bo'lganda farzandlar ham qaysi hujjat qayerda ekanini bilsin. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Yangi talablar chiqdi degan gaplar paydo bo'lishi bilan ayrim nopok odamlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kodni ayting. Kartangizni yangilab beramiz. SMS kodini yuboring. Pul o'tkazmasangiz pensiya bekor bo'ladi deb aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqami va maxfiy ma'lumotlarni aytmang. Notanish havollalarga kirmang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar shubha bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya bo'limiga qo'ng'iroq qiling. 8-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p otaxon onaxonlar hujjat, bank ilovasi, karta muddati, SMS, ID karta kabi narsalarni tushunmasligi mumkin. Bu ularning aybi emas. Shuning uchun farzandlar bir kun vaqt ajratib ota-onasining hujjatlarini tekshirib chiqsin. Karta qachon tugaydi? Pensiya qaysi hisobga tushadi? Telefon raqami ishlaydimi? Ishonchnoma kerakmi? Manzil to'g'rimi? Bularni ko'rib qo'ysin. Bu bir kunlik ish, lekin keyin bir oy sarson bo'lishning oldini oladi. Agar 1 yildan keyin yoki undan keyingi oylarda pensiyangiz odatdagi kunda tushmasa, men tavsiya qiladigan tartib shunday. Avval bank kartangizni tekshiring. Karta bloklanmaganmi, muddati tugamaganmi, hisob raqam faolmi? Keyin bankdan pul kelib tushgani yoki tushmagani haqida ma'lumot oling. Agar bank mablag' kelmagan desa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar bank mablag' kelgan, lekin karta yoki hisobda muammo bor desa, bankdagi muammoni hal qiling. Pensiya bo'limiga borganda shaxsiy hujjat, bank rekviziti, pensiya bilan bog'liq hujjatlar va agar vakil bo'lsa, ishonchnoma olib borilsin. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, telefon raqam, manzil, pensiya turi va muammoning sanasi aniq yozilsin. Masalan, 2025 yil iyul oyi uchun pensiya to'lovim odatdagi muddatda bank kartamga kelib tushmadi. Sababini aniqlab, to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman degan mazmunda yozish mumkin. Har doim ariza nusxasini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgini olib qolish foydali, agar siz yura olmasangiz. Farzandingiz yoki vakilingiz orqali murojaat qiling. Lekin vakilda rasmiy ishonchnoma bo'lsin. Agar sog'lig'ingiz juda og'ir bo'lsa, mahalla, tibbiyot muassasasi yoki tegishli tashkilotlardan uyga kelib xizmat ko'rsatish imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Har bir holat alohida ko'riladi. Shuning uchun men bora olmayman, demak hech narsa qila olmayman deb o'ylamang. Birinchi xato, hamma narsa avtomatik bo'ladi deb o'ylash. Ko'p ma'lumotlar elektron almashadi, lekin xato ma'lumot ham elektron tizimda xato bo'lib turaveradi. Sizning vazifangiz ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini tekshirish. Ikkinchi xato, boshqa odam kartasidan foydalanish. Bu qulay ko'rinadi, lekin pensiya shaxsiy to'lov. Pensionerning o'z nomidagi hisob bo'lishi eng xavfsiz yo'l. Uchinchi xato, ishonchnomani unutish. Bu mening o'g'lim-ku degan gap hayotda tushunarli, lekin hujjat ishida qonuniy vakolat kerak. 4-xato, karta va telefon kodlarini boshqalarga berish. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Shu sababli firibgarlar aynan ularni nishonga oladi. Har qanday tez ayting, bo'lmasa pensiyangiz yopiladi degan gapdan ehtiyot bo'ling. 5-xato, muammo chiqqanda kechikib murojaat qilish. Bir oy kutib keyin borish o'rniga. Birinchi haftadayoq sababini aniqlang. Chunki muammo oddiy karta muddati bo'lsa, tez hal bo'ladi. Hujjat nomuvofiqligi bo'lsa, baribir vaqt kerak bo'ladi. Men bugun sizga iyuldan pensionerlar uchun e'tibor berilishi kerak bo'lgan yangi talablarning eng muhim tomonlarini tushuntirdim. Asosiy fikr shuki, pensiya huquqingiz bor bo'lsa, vahima qilmang.
Lekin hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID kartani tekshiring. Bank kartangiz faol ekanini aniqlang. Ishonchnomani yangilang, manzilingizni to'g'rilang. Telefon raqamingiz ishlashiga ishonch hosil qiling va muammo bo'lsa, darhol rasmiy murojaat qiling. Men sizlardan iltimos qilaman. Bu videoni pensioner ota-onangizga, qo'shningizga, qarindoshingizga yuboring. Balki aynan shu ma'lumot kimningdir pensiyasi kechikib qolishining oldini olar. Izohlarda yozing. Siz pensiyani bank kartasiga olasizmi yoki pochta orqali olasizmi? 1-iyuldan keyingi talablar bo'yicha sizda qanday savollar bor? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni men sizga oddiy va tushunarli qilib yetkazib boraman.